Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli obunachilar. Sizlar bilan har doimgidek Baxtiyor Darganov. Mana bugun biz Xorazm viloyati Shovot tumani markazida joylashgan Turkiston House'a geldik. Hozir men sizlarga bellarni to'liq manzilini aytib, tushuntirib ko'rsatib o'taman do'stlar. Bemalol pastda turgan nomerlarga telefon qilib bog'lanishlaringiz mumkin. Ko'p qavatli turar joylarimizni sifat haqida va uni ko'rinishi hammasi haqida ma'lumotlarni berib boramiz. Chiqanalısincha metr kvadrat, Uşxanalısincha metr kvadrat, narxlarincha so'm, bizning obunachilarimiz qancha so'm beradilar, kreditancha foizdan olsa bo'ladi. Hammasi haqida batafsil ma'lumotlarni olamiz bugungi videorolikimizda. Barter bormi, yo'qmi, uni ham so'rab o'taman obunachilarimiz uchun. Do'stlar, asabiyatni manzilni tushuntiradigan bo'lsak, bu Turkiston House ko'p qavatli turar joylarimiz Turkiston ko'chasida joylashgan. Bemalol kelishingiz mumkin. Bu yoqdan kelsangizlar do'stlar, Turkiston ko'chasidan kelasizlar. Ya'ni nereden? Urganch, Yangi bozor, Gullan, O'zbekiston 19 tarafdan kelishlaringizga chap qo'lingizda joylashgan bo'ladi. Yine sotuv bölümü. Bu yoqdan keladigan bo'lsangizlar, Xiva, Qo'shko'pir va Shala sovxozdan kelsangizlar bo'ladi. Kelishlaringizda 10 qo'lda joylashgan bo'ladi. Bir yandan Kamiljon Tanazov ko'chasida kelsangizlar bo'ladi. Bu yoqdan Tamojni, Cho'qli bozor, Monaq, Moskva kolxoz, Anshaqlardan kelsangizlar bo'ladi do'stlar bu yo'lda. Bu Turkiston House'imiz shunday zo'r yerda qurilishi boshlandi. Bunda proyektlarni ham ko'rsataman do'stlar. Kelinglar. Bunda proyektlari mana bu Kamiljon Tanazov ko'chasına qaragan tarafi do'stlar. Hozir ishaq qurilib turibdi buni. İşinden bəx qurulub turibdi. İşinden dik işaq qurulub turibdi do'stlar. Eldində dökanları satılıb bolundu. Xudo qalasa 2-ci etaj, 3-cü etaj, 4-cü etajlarından hazır alsanızlar bo'ladi. Şu qurilish ishlari bo'lib turibdi. Bu domimizcha 3 etaj bo'ladi. Uni videorolik davomida bilib olsanızlar bo'ladi do'stlar. Yine shunday proyektda ko'rinishi bundan bəxi indi salinadi do'stlar. Turkiston ko'chaga qaragan tarafi indi salinadi. Xudo xolasa ko'rib tomosha qilib boraverasizlar. Yana bir ma'lumotni aytib o'tamiz do'stlar. Bu yerda ko'plab maktablar, bog'chalar, bundan tashqari taksilar ham bor. Shunday domdan tushasizlar. Toshkent, Buxoro, Samarqand hamma yerlarga borsangizlar bo'ladi. Ina taksislar. Mashina. Bemalol kelaverasizlar. Toshkentga ketchakmizda Buxoro, Samarqand, Qashqadaryo, Surxondaryo, nera borsak bo'lsangizlar yana taksilar turibdi. Bu bir. Ikkinchidan Tamojniyaga ketchakmizlar. Bu ana. Bu Milliy Texnon tenderda bu yerda taksilar turibdi Tamojniyaga ketchak odam. Xiva Qo'shko'pirga ketchakmizlar, hali ostanovkada taksilar turibdi. Hamma yerda qulay joyda joylashgan. Undan tashqari do'stlar, yonida 3 ta maktab, El-Xorazmiy maktabi, 27-son maktab, musiqa maktablari, 3 tane maktabgacha ta'lim bog'chalari ham bor. 3 tane bog'cha. Do'stlar, biz videodan aldi salomlashmadik. Shundan sizlar uchun yana bir salomlashib qo'yamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Marhamatlar. Mikrofonlarni daqib oldik. Xudo xolasa. Endi bu turar joylarimiz haqida ma'lumotlarni berib o'tsangiz. Birinchi berajak savolimiz sizga, xudo xolasa, bu turar joyimiz necha etaj bo'ladi? 9 etçekedik, öz dokumentde 7 dedi. Bunu müddet çözülecek oldu onu. Eldimizde yıl tapşıramızdan planımız var. Şu bedenimiz üstüne çıkmayın kamayıp da kaldırdık şu 7'de. 7 etaj boladı Pişenker 3'ten. Pişenker 3'ten. Xudo xolasa, ondan tashqari hozirgi kunda nechanchi etajına keldingizlar qurush bo'yicha? Qurilib. 5-chi etaj. 5-chi etajga keldingizlar, xudo xolasa. Nada necha metr kvadratdan 2 xonalisi, 3 xonalisi? 2 xonalini hozir 3 etaja chiqadi. Birini ko'rsatamiz. Shu kvadratini aytgan vaqtida nelarni ham ko'rsatib ketalar, liftli bo'ladi axir. Shu yerda ko'rsatamiz, ha. Kvadratini aytgan vaqtida kamera tushadi, o'zlari ham ko'rib oladilardan tayyor. Tasavvuriga bo'ladi deysizda, ne? Ha. Bu asosan novdan qurilib turibdi endi xudo xolasa. Kolonna regil. Kolonna regil. Keyin Pişenker 3.
Devamlı 40 santimlik devamlı. Bir lift ne? Bu lift. Tamam. Girgenden sırası lift. İşten gelgenden dostlar Padiz'e gelgenden lift'e Ha. Lift'lerden neden koyup sıkımını? Betondan çıkartıp. Betondan çıkarıp koydum sana. Dostlar yine liftlerini görüşleriniz mümkün. Betondan kurulgan hem yerleri zakoniyatı. Bu da halasa. Giresler lift. Lift. Dostlar svet öşkenden işik oladı, u boladı, bu boladı mı? Generator koyamız, işi Generator bilen şart turada. Ha, постоянный tok bo'ladi. Liftda suv nasozlarini. Bir xalasa berdi koleskelarni qildirsa bo'ladi. Xalasa etajini chiqarsan, lift tayyor-ku. Etajini chiqarib, o'zini eshigini yanida qo'yadi. Bu yerdan shu narsa udobstvosi bo'lishi uchun koridor aytib qo'yibmiz. Bu yerda pochta eshiklari bo'ladi, har bir kvartirani. Pochta eshigi ham qisib qo'yamiz. Zinaları pese gelen ya kariyelerimiz, nelerimiz çıkıp düşkenden, yaşlarımız çıkıp düşkenden bu olayla oladı gene. Bu zinaları mermerden olan mı ya? Ha. Neden kafilden mi? Yo'q, mramor. Mramordan he? Granit edilir. Koridor böyle hammasi granit. Bu lift yine. birinci etajımız mı kadar fazla? Liftda aran tarafdan minilardi, minganda pastda bir yandan tushiladi. Yana bunda o'ng tarafdan boshlasak 3 kometli kvartira. Bu kvartiramiz 2-chi, 4-chi, 6-chi etajda bo'ladi. Yani aynan 91,8 kvadratli, почти 92 kvadrat. Girib kelasiz, koridor. 3 kanalı mı 3 kanalı mı var? 3 kanalı bu. Bu koridora gelen bir yerde. 3 kanalı kvartira, 2-chi, 4-chi, 6-chi etajda. Aynan shuning kvadratli badan 91,8. Bu spalnisi. Bu yerda yine. Bu monolit bilen pişengıçtan kuruldu abi, doğru mu? Oldu. Ha. Ne doğru? Plita bilan bastıramiz. Ustaların giymeyecekleri neler var ekan. Salqinda şöyle yatadilar da. Evet, dedem alıp he. Ha. Sement suv ko'pmiz, lekin proyektda hak suvag'adi, sement suv mahkam bo'ladi deb bunatdi. Bu ham mera sement suv. Zakonnik o he. Bu kuxnyasi. Kuxnya, по-моему, 3 metrdan ziyodroq bo'lishi kerak. Eng kichkina kuxnyamiz 3 metr 4.30lik bizada. Enini 3 metrdan kichaymaydi. Beşan taraftan yine mebelden joylashtirildi, bir yig'ilib ko'rinmaydi. Bu yerda kanalizasiya sistemaları he. Ha. Kanalizasiya necha oladi bundan? Shu sentralniy ulanadi. Sentralniya ulanadi, doğru? Ha. Mana spalniy, kuxnya, keyin yana spalniy, balkoni bilan bu spalniyimiz. Oho, shuni xotinlarni yetib qo'ysa bo'ladi, he? Ha. Zo'r da. Chiqib balkonda chiqib qarab, balkondan ham bir ko'rsatib qo'ying bu yoqni manzaralarni. Bu yoqda daraxtlar neler, zakon nene. 57-chi etajni olib qo'ysa bo'lsam, voshi fezlik. Ha, 7'de pasa qaranda shamol ham bo'ladi, toza havo ham bo'ladi. Konditsioner ham kerakmidi? Ha. Berim ko'rpacha tashab qo'ydi. Ustalar ishini salqin qarang edi, tanda bu kuxnyasi bu. Aynan kuxnya deyapman, tualet vannasi diyecek. Bu tualet vannasi, he? Ha, bu kuxnya, ana o'rtadagi vergi spalniy, keyin tualet vanna koridor. Ban tarafı agar bolalar ko'proq bo'lsa bir 3 balani ham shöyle joylashtirsa bo'ladi yani. Bemalol. Sig'adi. Ulu. Zo'r edi. Yine dostlar, vahine Kamujon Atanazov ko'chasini qarab turibdi. Parkning ko'chasi. Ha, emonda ya. Al-Xorazmiy maktabi, matematika, fizika, iqtisodiyot maktab. Doğrunuzda pekenli, gilam yuvish, keyin propan zapravka, benzin zapravka, metan zapravka. Yine bunda eko metan zapravka. Propan ham bor. Propan ham bor, imreda metan bor. Hem mera yaqin do'stlar. Shunday zo'r yerda qani pulim bo'lsa mera bor. Bu zalimiz 372 ga 630. Evet. Bunisi çaxanalarda bu 3 xonalı 2-chi, 4-chi, 6-chi etajlarda bo'ladi u kvartira. 3 xonali. 3 xonali bo'lsa xonalari ko'p-ku. Ha, kuxna bilan 4 ta. Ha, bu 2 etajli duplex 3 xonalı kvartiramiz. Bu duplex bo'ladi va bu yerda shashar armatur qo'yibdilar. Yani bu bitta yuqorida bir eshik bo'lmaydi ana bu yerda qarang. Bu yerda yo'q bu eshik. Bu yerdan kirasiz, o'zini 2-chi etajini bu yerdan leshnica qo'yiladi, aylanib chiqasiz. Перегородкасы bo'linadi bu. Yuqorida ishi 2 xona bo'ladi, ishi tualet vannasi bo'ladi. Necha xonali bo'ladi shunda? Bu 2 etajli 3 kometli kvartira bu ikkita. 2 etajli 3 kometli bo'ladi. Yuqorida 2 spalniy, bizda bir ish kvartirada 2 spalniya, bir devorda.
Shunday bo'lgan boshqa kvartiralarda uning emas, ikki xonalidan uning emas, ajratilganda spalniyalar bir-birini uzakroq. Simetni jata urug'an hep gumguk bo'lib turibdi. Men toprak aralashtirib turgandim. Oho. Hammasini suvog'indan, nesna feri, toprakdan feri aralashtiramiz. Feri bilan ekan bo'lsin. Yine dostlar, hem yerdə qulaylıqlar, hem yerdə şəraitlər. 2 etajlı uy ağanı, 2 etajlı ilə kvartirağa yaxşı 3 xanalı. Nəsimqan kuxnyası bilan 4 xana oladu, doğru mu? Kuxnyası bilan bam 4 xana bo'ladi. 3 xonali hesablanadi. Yana bu kvartira uchun velosiped, samokat, nelerni şöyle qo'yaveradi, koleskelarni. 2 kvartira egasi kelishadigan şöyle qo'yaveradi, doğru mu? Ha, bu kvartira uchun yana oldinda yon boshida yetadi shu. Ha, har kim yetarli. Ya, şaka onda. Bunda holatı. Bu Onkoldagi 3-kvartiramiz 2 ko'mnatli kvartira. 2 ko'mnatdan ko'rsatadi şu anda qizar. Bu balkonsiz 61,6 ming kvadrati. Bundan bir dana eshik olgan, ikkinchi etajda arendaga sotilgan. Bu nere bu? İkinci podyezda sotilgan. Bu spalnisi. Spalnisi. Bu spalni, bu tualet, dushovoy bu yerda. Ayni bu kuxnyasi yana. Yaxshi. Yana dostlar. Kattaligi. Kuxnyasi. Tak, bu esa spalni. Yaxshi. Argan rodительskiy esa ota-onalar talon, bu yerda bolalar 3 bola bu yerda bemalol joylashadi. O'rnada. Yaxshi. Endi bularning narxlari mo turibdi metr kvadratga. Hozir endi ozgina qurilish mollari qimmatlanishi sababli oldindan pul bermay oladigan bo'lsa, shu muddatli to'lov. 5,5 million so'm kvadrati. 1 so'm pul bermay oladigan bo'lsa. Endi pul beradigan bo'lsa, shu beradigan pulning miqdorini qarab turib kvadratini kelishamiz. Bu ham 4-kvartiramiz. 2 ko'mnatli kvartira, bu kuxnyasi, bu spalni. Chap tarafdagi, o'ng tarafdagi ham spalni. Bu tualet dushovoy. Bu yon tarafda spalnini nasi balkoni bor. Bu 58,10 ming kvadrati. 58,10. Xohlasa mening kvartiralarni sotib olsalar bo'ladi, to'g'rimi? Yo'q, ikki xonali eng kichkinasi shu yana. Yuksak, timpilroq. Ha. Koridori 1,60. Hammasida koridorni 1,60 qo'yganmiz. Spalnisi ham katta ekan bu. Vannasi bilan hojatxonasi ham katta ekan, bir xonali boshqa ekan. Bu yerga dush qo'yadi. Tak. Bu 5-kvartira. Bu 2 xonali kvartira, katta bo'lib tushgan bu proyektda. Buni hozir berdagi kvadrati, по-моему, где-то 77 kvadratmi shunday. Buni har bir xonasini uzunasi, kuxnya, 2 spalni hammasini uzunasi 6,30. Ana shunday. 6,30. Yana bu kuxnya 3 metr. Enini mana bulari katta. Xolasa ben tarafdan bo'lib buni olib tashlab, girgan koridori bir xoli bilan birini birlashtirib berib, kuxnyani biratib berib, u yerdan stiklanniy перегородка. Aynalı перегородкалар bor-ku. Shu bilan o'zi orqa aynadan, deshanka aynadan bana yorilib tushib turadi. Bitta tixana aytib bersam, mana 3 ko'mnatli bo'lib unda. Keling endi siz bilan bularning narxlarini tushuntiraylik yurtdoshlarimizni. Necha to'lov usulati bo'ladi, kredit olsa bo'ladi yo boshqa narsa shulardan bir aytib tushuntirib bersangiz. Endi bizda dom bitgandan keyin chiqadi-ku O'zbekistonda. Kredit, ipoteka. Kadastr bitgandan keyin ipoteka bilan subsidiya chiqarib olsa bo'ladi. Hozir bizda 2 yildan 3 yilga bo'lib to'lasa bo'ladi. Keyin shuning klientlarimiz bor, olib olgan ma'lum bir sabablar bilan imkoniyati har oy to'lovni 100% to'lamaga yetmaydi. Masalan, 3 xonalni 3 yilga bo'lganda. Ular masalan 10 milliondan ziyoddan chiqadi. 12 million 750 ming so'm. Ular kvadrati 5 million vaqtida oladi. Bir klientimiz axir yozib berganimiz yaqinda. Shular 8 million so'mdan to'laydi. Kadastr bitgandan keyin adını o'tirib beraman, zaloga qo'yib berib kredit chiqarib oladilar. Baribir ipoteka sansan, baribir zalog bo'lishi kerak-ku. Joyni o'zi bo'ladi. Prosta taklif. Ipoteka sansan, shuni o'zi bankni nasina turadi axir. Xohlasa
Kreditada bağlaşı mümkün, haqlasa naqd verishi mümkün, doğrumu? Ha. Endi bitgandan keyin subsidiya asasida sotib olsa bo'ladi. Bitgandan keyin subsidiya bilan kredit etib bersam bo'ladi-da. Shundan qaraganda hozir obunachilarimizga aytaylik, Premierni hozir ikki kanalni eng kichkinasi necha so'm? İki kanalını yani 58 10 olur. 58 shuni hisoblab qo'y. 58 10. Eğer pul vermiyor aladığım olsa 319 milyon çıktı. Bir so'm pul bermay olsa. Ama eğer 50% pul veradiğim olsa 50% pul veradiğim olsa onda 300 milyon bo'ladi. Xudo xolasa, endi 3 kanalni. 3 kanalı tak indi şu 300 milyonlu özlem 50% verse aranda 150 milyon kaladı ki 150 milyon özünde 24'e bölsek 6250 milyon çıkar aynı. Kreditada bo'lsa, to'g'rimi? Eğer 50% verse pulunu aranda bölüp төлeymen dese hiç kime faiz tölemedi. Bu faizsiz. 0%dan. 0%. Sağ. Eğer 319'unu özünü 2 yıla böladiğin olsa eldinde pul vermeyi. Da 13 milyon 290 milyondan çıktı tuttu. 50% tölegende 6 milyondan sen ziyaret dönüşen. Şeyler magazinlar hamada satıladi. Yok magazin. Hammasi satılıp bo'ldi. Tamam. Endi xudo xolasa barter xizmatlarini ish bo'ladi. Mashina bo'lsa, ikkisi ya boshqa ustuna pul bersa. Pazar bahasında bundan bize fayda gerekmedi. Undan foyda kerak. Yok bize fayda gerekmedi. Şu Avtomobilni keladi, avtomobilni ko'rib, tekshirib, hamma yoqlarini ko'rib, baholab oladilar. Olgandan keyin ustuna pulni berib qo'yaversam bo'ladi. Tamam, bo'laveradi. Barter xizmatlari bor shunda. Tamam. Xalasak bu narsa bo'ladi. 50% pulni hozir to'lab, qolganini qurilish bitgandan keyin to'layveradi. Xalasa buna kimdir biznesi bor. Mesela 50% pulini to'lasa, keyin aradan spokойно men biznesimni ayting, оборотымda pulim kamaymasin, 50%dan amallayman. Keyin qolganini kadastr, dom bitib kadastr chiqqandan keyin to'layman desa, kelib to'layveradi. Bu variant ko'p. Gasalar o'zlarini sosteniyasini tushuntirsalar, shuna qarab variant etishga harakat etaman qo'ldan kelgancha. bular yurtdoshlarimizga barcha yengilliklarni qilib berasizda, to'g'rimi? Tamam. Bu yana bir spalnisi. Spalnilar ham katta zo'r. Buniki katta, ha. Katta. Yine ishini shart-sharoitlar bo'lib turibdi. Hozir ustalar ham pasotatib ishlayapti. 3 etajning karvechini bir boshladik. Endi bizda 9 etaj bo'lsa, gazoblokdan bo'lishi mumkin. Pishan gazoblok bor, oq bo'lib keladi-ku Navoiydan avtoklava. Ana shu sababli 3 etaj o'rilmaydi bizda. Shuning uchun 3 etajni bir boshladik karvechini. 7 da qoladi bundan keyin. Siz hozir karvechini ham o'rib, izinden suvoqni olib ko'tarib qo'yasiz, to'g'rimi? Hozir biz suvoqchi bolalar karvech o'ribdi, xudo xolosa bo'lsalar, fasada birinchi o'chirdi, fasada tushadilar suvoqqa. Kadastri eldimizda yil bitgandan keyin xudo xolosa. Eldimizda. Ana shu sotuv bo'limini ham boshida pasporti bor. Shu yerda QR kod bor. Shu QR kodda любой odam kelib turib telefon kamerasini yaratsa, shu yerda chiqaradi ko'z yozib. Maygo'mi, qaysini bir nereden ko'rsatadi. Ana shuna giradi, shu yerda so'roqni chiqaradi. Kuni, soat, minutini oladi, sekundini oladi chiqarib beradi. Bu ko'p o'tgan safar kommentariyada yozibdilar, kommentariyada yozibdilar. Bu domni qurishdan oldin boshqa yerlardan dom qurganmagan. Biz Rossiyada qurganmiz. deb. Rossiyada qurganmiz. Rossiyada qurgansan. Bemalol Rossiyadan ko'rib o'tirgan musofirdagilar yurtdoshlarimiz bo'lsa, kommentda yozib qoldirsangiz mumkin. Shuni variantida oson bo'ladi. Siz ustalardan bir ko'rsataylik ishlab turgan jarayonlarni. Bo'ldi, yuring. Endi ya to'xtab qoldi, nima bo'ldi deb bilmasizlar. Subsidiya ham chiqadi, kadastr chiqqandan keyin chiqadi. Kadastr chiqqandan keyin, xudo xolasa bitgandan keyin subsidiya tasdiqlab. Bizda buning qarang. Yana bir narsa ayting-da. Shuni quruvchilar bor, borasiz, subsidiyaga deb borsangiz, subsidiyaga ham quruvchiga u tosh olib beradi, u pul davlat tarafdan shotini tashab beradilar. U subsidiya sotib ham zarar ko'rmaydi. Masalan, 4,5 million so'mdan sasani 5,5 million deydi. Yaxshilab hisob-kitobini aytsinlardan subsidiya olacak vaqti. Menikine 5,5 millionmi? Masalan, şu bahadan o'zgarmaydi. Subsidiya ham boshqasimi o'zgarmaydi bu narsa. O'zgarmaydi. Biz naborot geliştirib beramiz. Xolasa shundan subsidiya. Boshqa bir yerlarda ko'tarib beradilar bahosini. Sразу subsidiyami hisob-kitobini chala aytadilar, boradilardan oladilar. Keyin ma'lum bir muddatdan keyin kimdir aytib tushuntirsa, shundan keyin tushunadilar-da. Mendan subsidiyasi chiqib, уже kvartira kadastrlari chiqib turgan kvartiralarni Amin gelib bu yerdan oldilar. Simlar bor, alt qatordan qo'yilib turibdi. Setkasi bor, kladishni.
Bu keruşene maxsus takas mı aldırtdınız? Tep-teki sipak bu. Ha bu Qo'shko'pirdan keladi. Yaxshi zavodni karışı. Yarım etfan zavodi. O'zim qip-qizil atib, qizoqtirib pishirtirgan yaxshilarini ne yapsınız? Bu ama içinde nesi ko'p? Nima aytib, o'tda jaldirak pishib ketganlar bormi? Shunday Shunda muhtasham bo'ladi, ha? Ha. Ustalarimiz ne dehshat tutdi? Ustalar ana. Ha, verishda o'tdilar. Yine dostlar, pishgan g'ishtdan, Çistin monolitli, immun markasini tushadi? 300 marka bu. 300 marka dostlar. Oddiy kolonnasi. Endi o'zlaringiz tasavvur etinglar. Ustalarimiz ishlab yotibgina g'ayrat solib. Bayroqxonalar endi bo'linadi buni. Avan основной несущий стеналарni hozir bo'libmizda. Ha, evet. Xonalar endi bo'ldi. Ya'ni pastda size 61/6lik kvartira dedim-ku. Shuni 64/20lik bino. Balkon imunda yana. Ha, balkonam kepilak ishlangan buni. Shunday. Kranni to'g'ri tortib olib natib, Ha, bular sement olib ishlab turibdilar. Bizani shavatda bir sizda bor o'xshaydi bunday kran, Ha, пока bizda bor edi. Endi city ham qo'ysalar kerak. 9 etaj dom bor. Xudo xolasa. Harmonlar ustalar, harmonlar ishlar yaxshimi? Barmanglar, assalomu alaykum. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. O'sha ustalar ekanda shular eng tep-tekizlatib, sifatlatib ishlatib turgan. Ha, suvag'dan shu ustalar bo'ladi. Ha, молодец. Ajoyib. Rahmat aytsan, salam shu ustalar aytasizlar. Ava. Erkinam bosh. Chek bo'lsangiz salam. Erkin aka materialdan bir qiynalib qolgan vaqtlaringizga boshqasi bo'ldimi? Arada bo'lib turadi. Yetarli bo'lib turibmi? Arada beri bo'lib turadi. Biz kavrishat turgan zavodimiz maktab ham kavrish bo'lib turibdi. Boshda sal qiynalib, shuna bir etajni boshlamaydi, 2 etaj boshlaydi. Keyin u 3-etajdan boshladik. 3 etajni kavrish o'rnimani edi. Sifatini shatib o'tib turibsizlar buni qalay? Ag'a, bir gaplang axir. Sifatini yomonlamayapsiz. Sifatini ko'ring. Chiqish qo'shilmaydi, to'g'ri qo'shilmaydi. To'proq qo'shmindursilar. Hem başka yerlerde, ayrim yerlerde toprak qo'shib yotdilar. 50% atib. Bu yerni sifati bilan bu yerni sifatini osmon bilan yercha farq bor deysizda. Mana yimunda. Ha, shtukaturkasini shu salov bo'lib bitdi. Shtukaturkani sizlar nagladurib ketirmisizlar yo pravila tortib ketirmisizlar? Pravila bilan. Pravila bilan. Tekis chiqasizlar lekin-da. Chistovoy. Bu yerni bitirgandan keyin obyektlaringiz bormi? Bulan bu işlerini görgen adam özünü sırak oturandımda. Tep-tekiz konkret sifatli işi ekan bular. Yani bu 3. etaj-ku bu. 3. etajda o'zgaradigan kvartiramiz bor. Bu yerda eshik bo'lmaydi. Ne şeyda eshik bo'lmaydi. Shu sababli adashmasam shu yerda eshik bor. Shu sababli yana bu 3 komnatli kvartiramiz 91/8 dik. Bu yerda yadingizda bo'lsa, ya'ni bu tarafdan girdik, o'ng tarafdan. Bu yer o'zgardi. Şimdi girib kelasiz. Bu kuxnyasi 4.30 edi uzunasi. Kuxnyasi minimum 6 metr bo'ladi. 6.36 metr bo'ladi uzunasi. O'zgargan proyektda. Ha, sudiyning kuxnyasida bo'ladi ekan. İzmiyeni bu an xalasal oldinda devorni tashab turib, girgan koridor bilan bir etib bersam bo'ladi. Koridor dim katta. Koridori sho'radan bo'ladi-da. Aş girib kelgandan keyin sho'radan koridor bo'ladi bunda. Kuxnyasi ham bo'ladi. Juda ham zo'r. Shuna. Ha, bu xonani eshigini ko'rgan bo'lsangiz, qiyshiqroq devori. Bu ham do'g'illashadi, bera keladi-da. Zo'r. Bu endi ikkinchi podyezdimiz o'tadi o'n. Между 80 deydi-ku, stena. Bu keyin. Bular bitgandan keyin o'tib tashlaymiz. Yaxshi. Bu ne ha? Yani duplex kvartira bu. 2 etajli 3 komnatli kvartira. Ya dostlar. Qarasangizlar 2 etajli kvartirani sotib olsangiz bo'ladi. Toshkentda ko'p-ku. Ha, Toshkentda. Endi bizda bir xonali bu yerda kam. Toshkentda endi ko'proq o'tishi mumkin bir xonali. Bu yerda studiya ham bor, menimcha. Noda o'ylash shaxsiy davom etgan. Bir xonali bilmadim. 2 etajli. Toshkentdan oladigan sabab bu yerda endi kimdir o'qishga boradi. Kimdir borgan vaqtida uyim bo'lsin dedi oladi-da, u katta uy kerakmaydi ular. Bolalarni o'qish uchun olib beradilar. Bu yerda o'tadi. Bu yerda yo'q. Ustalarımız ham g'ayrat solib ishlab yotdi. Yine dostlar, ustalarımız.
Harmanlar usta. Harman, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Bu müşahkəni qıynalmasın deb bulara abdelini verib qoysa. Ha, her kim addelni. Həmməsini abdelini. Yine dostlar, ustalarını işlep durucu. Bir açık boğan için dostlar, bir açık boğan için kranda özlən köp düşürədi onları kaska formaları bularınki abdeliniyə gördüksən. Təstəklənki abdeliniyə. Yine bu kızıl nersen ne oldu yine bu? Feri. Feri? Yani ustaların işleşine udobna bolaşı için toprakını onlara feri taşırlar. Ne şimdi? Ama çekmez. Rastor çökü ve sıfatı bulunmasın için he? Ustalara işleşini udobna boladan kıynaladılar. Tez çöküyor sen şimdi. Ne lift o şahtası? Şimdi sizde bir kanalı, 5 kanalı kuartiler var mı ya 4 kanalı mı? Yok, 2 kanalı, 3 kanalı. 2 kanalı fakat 3 kanalı doğru. Tamam. Tamam. Bunu padvalını çekecek şimdi. Padvalını köpçülük kızık tuttu bunu. Ya ödeyin salacak yürüyecek. Yok, padvalını alıp koydular onu. Aldılar he? Ha. Böyle süpermarkete temizlik kullanışlı. Onda bize Şavat'tan katta süpermarketlerden birisi buladı ekan ha? Ha, onun общий kvadratı 849 kvadrat. Ha şundan olalar. Ulan halası. Tuvalet hem özünün içinden binəsiz. Eyvallah gələsiz, üyə girib çıxışınız şərt əməzəgə tualetə qıstaq duran olsa, doğru özünün tualetinə girib eşikə çıxıb sodanızı ətib 2 mərtə çıxıb düşü bilmirsiniz. Yine dostlar biz yani Şavat kurugumuz inşinden. Yine kurub. Ha. İşxanada, işördən kuartir alsanızda yine şey qarab otura verəsizlər. Ben tərəfdə bu kvartiramız yəni 79'u 9'luk buladı bu. Balkon koşu, emindim bunu balkonda. Yarın chat'te görmedik ku, yalnızda basın. Ullu kvartiradık ku. En ulusu iş he? Be kaçan kuruladı aylanmasın? Bunu indi işin özünü, Uğul'un özünü proyektin çizir başlatacak edim. Bahraman bilen gepleşedim Staloy bilen. Staloy Bahraman ki ku. Şunu şu yerden cevap açışları gerek. Bu da kalasa. Kim bir yaktan baksa beraber ediz. Tamam, aylantırıp eğer Bahraman hop dese onda imunda 2 etajı zdaniye tuttuk. Ana şundan 6 metre yol kaladıdan bu aylanıp şöyle adın bu aradı bu. Bir yerde toktakta mıydı? Aylanıp şan adın bu aradan ben bir koşalıp bir çıraylı bu gider. Coray Bey, yani şu 2 tazını hem gösterdi. Aşırıda 6 metre yol kaladıyken 6 metre yoldan git. Aşırının şunda ugalok buladıyken de ama be. Tamam. Oho, bunu merkezde sabır aldı. Ve hem 7 etaj bulan mı ki? Tamam. Yanam yerli bu arada. Ne olsa. Rusya'da esasen Sankt Peterburg'da işlemişsiniz. Tamam. Peter'de. Tamam. Bunu Belent'deki etaj Belent'lik 3 metre. Etajının beğenetlik 3 metreden ha? Yaxşı, zor. Bu da. Güzel. Steşke etişten elde aytamız, halasala, töplük pola tüpasala. Turbasını taşa baladılar, şılankelen taşa baladılar, kiyinmez steşkesine tüp veremez şöyler. Dostlar, yine gördükləriniz deyin. Benim malal, həmmə işlərinizdə qalıb. Hazırdan zakas verib, alsanızlar oladı, haqlasanızlarına 2 kanalı, haqlasanızlar 3 kanalı. Şimdi kvartiralarımız təyyar satuda. Hazır neçənci etajdan neçənci etaja satdı? Her kim her xiliyə tuttu. Hər kim hər xil. 54 kvartira bağ общий. Şundan по-моему 20-25 ortasında satıldı. 20-25 satıldı o şey. Ama dükkanların hesaplamağını da. O hesaba girmedi. Dükkanım 10 dükkan, padval bilen 11 oldu. Ulan həmməsi gitkin ona. Dostlar, 7 etajlı yine merkezde joylashgan. Həmmə nəzər qulaylıqlarını həmmə özlərini aytdıq. Bu da halasa. Bunun özünü üstünde quyoshli panelleri neleri bolsa kerak. Boladı. Boladı. Boladı bağ mesela. Eğer kimde kim to'liq ma'lumot olacak bolsa yine pastdagi nomerlarga telefon qilasizlar, o'zi bilan bog'lanasizlar. 1000 marta eshitgandan bir marta kelib ko'rgan afzal, kelinglar, qulayliqlarni bilinglar, hamma narsalarni ko'ringlar. Ne deydi onu? Pulim bo'lsa, o'zim ham olaladimda yerine kelib tutdi hozir. Yine sizlarga tushuntiram. O'zim ololmaganimdan keyin sizlarga tavsiya qilib turibman do'stlar. Pulim bo'lsa men ham oladim, chiroz. Ondan keyin ham endi bir ikki ishlarimiz bor. Xudo xolasa, agar shu ishlarimiz bitib ketadigan bo'lsa, hali sizlar bilan qo'shni bo'lamizmi? Rejalashtirib yuribmiz. Yaxshi niyat, yarim davlat sizlar ham shunday aynan ishning mustahkam, sifatli, yaxshi xonadonlardan nasib ro'za aylasin do'stlar. İçinde to'ylab olsin. Xudo xolasa topshirish jarayonlarida men birga kalatlarni topshirib
Sizlarni tabriklab turish bizlarga nasib ro'za aylasin. Qisqacha reklama aziz yurtdoshlar. Endilikda siz sotiladigan kvartirangiz bormi yoki hovli joyingiz bormi, mototsikl, avtomobillaringiz bormi? Bemalol bizani YouTube kanallarimizda, Telegram kanallarimizda, Instagram kanallarimizda, TikTok kanallarimizda tezroq reklama qildirib sotishlaringiz mumkin. Agar o'z brendini tanitmoq yoki o'z biznesini rivojlantirmoq tadbirkorlar bo'lsam, chiroyli qilib videolarni olib, tez rivojlanishida va ko'p xaridor yig'ilishingizda yaqindan yordam beramiz. 99 508 1990 raqamlarına müracaat qilasizlar degan umiddaman. Sog' bo'lasizlar.